Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yar Muhammed Tayir To'g'liq. 16. bab. Qiz farzandlarga beriladigan tarbiya. Qizlar turmushimizning gulg'unchilari, kelgusining analari. Ularni obdan asırmasak vaqtsiz xazon bo'lib ketadi. Tafakkurimdan tamchilardim. Qiz farzandlarimiz millatning kelgusidagi analari. Ularni asrash va yaxshi tarbiyaga ega qilish millatning kelgusi istiqboli bilan munosabatlik zo'r ish. Shunga ota-onalar qizlar tarbiyasiga bekmi ko'ngil bo'ldi. Uyg'urlarning farzand tarbiyasi an'anasida qizlarni adablik, axloqliq, mehribon, o'z xuluqliq qilib tarbiyalashga zo'r ajr qilib kelgan. Uyg'ur qizlari go'zal, nazokatlik va fazilatlik. Biroq tarixdagi turli ijtimoiy va ideologiyalik cheklimlar tufaylidan qiz farzandlar intayin qattiq cheklim ichida yashab kelgan. Uyg'ur qizlari ko'p hollarda insoniy erkidan mahrum holatda yashab kelgan. Feodallik tuzumning uzun asrlik cheklimisi, feodallik adab-axloq o'lchamlari qizlarning kishilik munosabatda, nikoh masalasida, oiladagi o'rni qatorliq jihatlarda asosan bo'ysung'uchi o'ringa mahkum qilgan. Qizlar asosan ilm ma'rifatdan chetda qoldirilgan. Bir qism yuqori tabiiy ayollari qisman diniy bilim olgandan boshqa avam fuqarolarning qizlari savodsiz qoldirilgan. Natijada tarbiyalanish fursatidan mahrum bo'lgan qizlar chechi uzun, aqli qisqalikda ayiblanib, jamiyatning mas'uliyati qizlar uchun haqorat tamg'isi bo'lib bisilgan. Ularning jamiyatdagi o'rni va mas'uliyati bola tug'ish va beqish, tamoq etish, qirqat yuyish, uy beqish, erlarning holidan xabar olish bilan kifoyalangan. Ular jamoat ishlariga aralashtirilmagan. İctimai faaliyetten mahrum holatda yashagan. Aslidan olganda qadimki jamiyat haqliq bo'ladigan bo'lsa, qizlarimizning muntazam tarbiyaga ega bo'lib, yuqori safoliq onalardan bo'lib yetishib chiqishi butun millatning safosi bilan intayin qo'yiq aloqasi borligini e'tiborga olishi kerak edi. Tarixdagi bir taraflama qarashlar qizlarimizni tarbiyalanish huquqidan mahrum qildi. Shunga ayollarning nazar doirasi intayin tar edi. Ular bekorchilikdan necha ayol bir yerga kelsa, uning buni gapini qiladi. Bu jarayonda fitna fasod, g'ayvat xarakterlik gap so'zlarmi ko'p bo'lib qoladi. Ishning oldi-keyinini o'ylay olmay, ba'zi sirlarni og'izdan chiqarib qoladi-da, ayol kishiga sir aytishga bo'lmaydi degan ayib bilan ayiblangan. Biz tariximizda barliq kelgan ba'zi yirik asarlarda ayollar haqida xeyli haqoratlik bayonlarning yozilganligini ko'rdik. Eng o'qimishli olim Yusuf Hasajib ayollarni hargiz sirtqa chiqarma, ularning ichi teshilik unda oq bo'lmaydi degan. Alisher Navoiy Mahbubul Qulub degan asrida qisman ayollar haqida kitoblarga yozilgan yaxshi ayollarning 100 yildimi biri anadan tug'ilmas. Undaqlarga yo'liqqan kishiga toj tarik bo'lsin va bu baxt uninga muborak bo'lsin. Ularning tillari haqni so'zlaydi, dillari haqni ko'ylaydi. Islom olimlariga ulardan foyda, umid va ularning nafaslaridan avliyolar manfaatdor. Payg'ambarlarni ularni maqtug'ichi desak bo'ladi. Muqarrab farishtalarni ularga egish singil desak bo'ladi. Ularning boshlarida iffatning taridan to'qilgan ro'mollar bor. Yuzlarida poklik raxtidan rastlangan chumballar bor. Deb madilgan bo'lsa-mu, umum nuqtadan mundaq ayib nuqsonlarni artgan. Xotinlar toifasini Haq taolo chap va noqis yaratibdi. To'liq rostlikni ularning zotidan yiroq qilib, ularning xuy-af'olini naxush qilibdir. Ko'prak erlarni ularga xor va hammol qilibdir. Ularning hunari fitna va hiyla, o'y, g'arzi xiyonat. Ular Xudoning ne'matlariga noshukrlik qiladi. Xalqning yaxshiliklarini tonimaydi. Dinlarda susluq, odatlarida noinsoflik bor. O'zini ko'rish ularga odat va o'zini deyish ularga lazzat. Ularning aqli kamligidan dillarda qusurlik, dinining yo'qligidan aqllarda kupurlik bor. Nafsining kasofatidan kiyimlarda nopoklik, nafsida va kiyimlarda zotdan bepoklik bor. Ular hushsiz, chunki nodonlik bilan mast bo'lganda o'yinparast. Ularning nazari kishilarning ayibida, ularning hunari ayib izlash, hiyla aldamchilikda sehr o'ynaydi. Gunohsizlarga qasd qiladi, yolg'ondan tuhmat yasaydi. Aqlik bilan yuzlarini qizartadi, ammo yolg'onni rost qilishda yuziga qora surtadi. Paridek shahzodalarga xiyonat qilib, devidek zangilar bilan oshna o'ynaydi. Pardada turishlari tamoman hiyla bo'lib, yosinib sirtqa chiqishga oldirganligi, bunda xotinlarning erlari yuk tashiydigan eshaklari, yumshoq bosh qullari, bir yaxshilikqa yuz yomonlik ularning ishi, asal berganlarga zahar berish ularning odati. Ularning sababi bilan iffat nomus o'ylari buzilgan. Bu xil xotinlar haqida nurg'un olimlar kitob yozibdi va mubolag'a bilan munozara qilishibdi. Lekin hamon o'zlarini ojiz va kamkuti hisoblabdi. Demak, bu bir necha ig'iz so'z bilan ularni ta'riflab tugatgili bo'lmaydi.
Alisher Navoiy bergan yuqorqi ikki xil bahodan qadimki chog'larda ayollarning o'rni va ta'sirining qandoq bo'lganligini ro'shan tasavvur qilish mumkin. Biroq amaliyat shuki, asldan olganda Uyg'ur qizlari ilm fan bilan qurollanib, jamiyat uchun bir kishilik tuhfa qo'shishga rag'batlantirilmadi. Shundaqdimi Uyg'ur qizlari garchi har turli bo'yinturuqlar ichida cheklanib turgan bo'lsa-mu, lekin oila ichida yaramliq, uy ishlariga pishqan, farzand tarbiyasi komil edi. Ular ailesi ve eriga sadoqatmand bo'lish, adab axloq nuqtasidan o'zlarining qadr qimmatini saqlash, poklikni jinidan aziz bilish, yuzi tuvan, nazokatli bo'lish, hayoliq va nomuschon bo'lish qatorliq taraflarda xeyli atrofliq oila tarbiyasiga ega bo'ladi. Bu nuqtadan ular hurmatlanishga haqli edi. Hozirgi jamiyat Uyg'ur qizlarining tarbiyalanishiga qanday talablarni qo'ydi? Ailening qiz farzandlariga berishga tegishli tarbiyasining mazmuni qanday bo'lishi kerak? Birinchidan, qizlar dunyosidagi bugungi o'zgarish. Tarix o'zgardi, davr yanglandi. Shuningga ergashib qiz ayollarning insoniy huquqlari dunyoviy xarakterli kapolatga ega bo'ldi. Ayollar hurligi dunyoviy birlik sifatida hal qilindi. Qiz ayollarning huquq manfaatlari qo'g'daldi va jamiyatdagi o'rni asliga keltirildi. Qiz ayollar yuzlaridagi chumbarlarni cho'rib dunyoga nazar soldi. Jamiyat yuzlandi. Ular hokimiyat ishlariga, jamoat ishlariga qatnashish huquqidan bahramand bo'lishga boshladi. Shuning bilan ular insoniyatning taraqqiyot ishlariga bir butun inson sifatida qatnashish fursatiga erishdi. Qiz ayollarning manfaati qonun bilan qo'g'dilgan bo'ldi. Ayollar huquqda barobarlikka erishdi. Uyg'ur ayollari o'zlarining yerim dunyolik rolini joriy qildirib, jamiyatning har qaysi o'rinlarida o'zining aql parasatini namoyon qilib, jamiyatga tuhfa qo'shishga boshladi. Mutlaq ko'p sondagi Uyg'ur onalari qizlarini Uyg'ur qizlariga xos fazilat, Uyg'ur qizlariga xos farosat bilan tarbiyalash uchun ko'p ajr qilishdi. Qizlar yangi madaniy ong va ilg'or dunyo qarash bilan qurollandi. Davrning o'zgarishi va dunyoga yuzlanish chaqiriqi bilan necha asr bekinmachilikda dunyodagi o'zgarishlardan bexabar holatda yotgan Uyg'ur xotin qizlari dunyoga yuzlandi. Bunday yangi yuzlanish Uyg'ur jamiyatida qarama-qarshi bo'lgan ikki xil o'zgarishga sabab bo'ldi. Biri, Uyg'urlarning an'anaviy ilg'or milliy aloyidligi va xosligi bilan dunyoning ilg'or fan madaniyatini qabul qilish orqali o'zlarini davrga yarasha yuksaldirish uchun kurash qilmoqda. Ular tarixiy fursatdan unumli foydalanib, qaddini ko'tarib, insoniyat jamiyatidagi o'rnini asli keltirish uchun, insoniy qadr-qimmatini yuqori ko'tarish uchun atlanib ketdi. Yana biri, yanada feodallik bo'yinturuqning iskanjasidan o'zlarini to'liq qutuldirishga jur'at qila olmadi. Oilada feodallik tarbiya izchil davomlashib keldi. Buning aksicha bo'lgan yana bir xil Eğiş shuki, Uyg'ur qizlar orasida g'arblashish, erkinlashish va o'zini yatlashishdek yana bir xil ta'tir iqim barliq kelishga boshladi. Bo'libmi 90-yillardan boshlab bu xil ta'tir qarg'ularcha angsiz tanlashning Uyg'ur jamiyatiga nisbatan kishini cho'chitadigan bir do'qmishga kelib qolganligidan derak berdi. Uyg'ur qizlar orasida ma'naviy jihatda madaniylashish bilan kishilik munosabat va tashqi birlikda madaniylashish o'rtasida gangrash kelib chiqdi. Shuning bilan qizlar orasida intayin qo'rqinchli va intayin xavfli, chekini oshgan erkinlashish tarafga o'tgan qizlar barliqqa keldi. O'zlarining qadr-qimmatini pul uchun haqoratlayotgan, nomusini bir yoqqa cho'rib qo'yib, pulga kiyim-kechakka dumtushgan ahanatli qizlarmi pok Uyg'ur jamiyatini bulg'ashga boshladi. Muqaddas muhabbat haqoratlandi. Qizlar saxta muhabbatning qurbonlariga aylanishga boshladi. Hayo, adab unutilib, oshkor so'rinlarda quchoqlashish, suyishish va har xil qiliqsizlarni qilishdan horliq his qilmaydigan bo'lib ketdi. Astagfirullah. Hozir ba'zi Uyg'ur qizlarining Uyg'urning qiz ekanligini farqlantirgil bo'lmaydigan intayin zo'r yotlishish barliq keldi. Hatto ularning kiyim-kechaklari, pardozlari, chochlari va yurish-turishlaridan Uyg'ur qizlariga xos biror alohidlikni his qilg'ili bo'lmaydi. Ba'zilar yerim-yalang'och ko'chlarga chiqib, o'zlarini ko'z-ko'z qilishadi. Bu xil bulg'anish ota-onalarni intayin azoblamoqda. Ba'zi ota-onalar qizlarining jamoatga keltirgan haqorati sababli bosh ko'tara olmay qon yutib. Bundaq ijtimoiy fojianing o'tirg'i chiqishining ijtimoiy sababi nima? Bizning his qilishimizcha bu xil nachar odat kuchining bosh ko'tarishiga sabab bo'layotgan omil mundaq bir qancha nuqtaga taqaladi. Birinchi, ichki sababdan olganda ba'zi ota-onalar qizlarga berishga tegishli an'anaviy fazilat tarbiyasini bo'shashtirib qo'ygan. Ba'zi hollarda hatto qizlarga ega bo'la olmagan, ching tutmagan. Ba'zi ota-onalar qizlarning mayliga qo'yib berayotgan. Ikkinchi, tashqi ta'sir nuqtasidan olganda hozirgi jamiyatdagi ijtimoiy bulg'anishning ta'siri ba'zi irodasiz, g'urursiz qizlarni yalmavuzda ko'tib ketgan. Uchinchi, qizlar nodonligi, go'dakligi tufayli o'zlarini kontrol qila olmagan. Kichkidan boshlab go'zallik haqida yetaklash yetarli bo'lmaganligi uchun go'zallik bilan chakonlik farqlantirilmagan.
Bu xil o'zgarishda oilaning, jamiyatning ham maktablarning o'rtaq mas'uliyati bor. Biz bu yerda faqat oila ustiga ilishi lozim bo'lgan bir qism mas'uliyat to'g'risida maslahat berish bilan kifoyalanamiz. Ikkinchi, fazilat g'unchisi tushunparda ichida emas, qalb to'rida ichilsin. Fazilat tarbiyasi qizlarga berilgan ta'lim-tarbiyaning muhim tarkibiy qismi. Uyg'ur xalqi qizlarning haqiqiy go'zalligini fazilat tarafdan ko'zladi. Qadimgi Uyg'ur maqolalaridami yuziga qarama, erdam tila, rangi ro'yiga, chiroyiga qarama, adab axloqiga qara deyilgan. Yana Uyg'urlarda chiroyiga choy qo'yib ichkili bo'lmaydi degan gap bor. Haqiqatan chin insoniy go'zallik tashqi go'zallik emas, balki qalb go'zalligi. Shunga ota-onalar qiz farzandlarini tarbiyalashda qalb go'zalligiga ko'p ahamiyat berishi kerak. Chunki qizlarning fazilatlik, qalbi go'zal bo'lib o'sishi qizlarning o'zining qadr-qimmatini oshirib qolmay, balki u oilaning shon-sharfi, keyingi avlodlarning shon-sharfi bilan munosabatlik. Qizlar oilaga go'zallik olib kelishi, jamiyatga go'zallik olib kelishi kerak. Tarixdan buyon yuziga yipib olgan chumpardisi ularning haqiqiy fazilatiga kaforat bo'la olmagan. Alisher Navoiy tilga olgan Iffatning taridan to'qilgan ro'mol, poklik raxtidan rastlangan chumbal dal go'zallikning asli mohiyati qalbda bo'ladiganligini ko'rsatgan. Qalbida fazilat g'unchisi ichildirilgan qizlarni har qanday mustahkam taqib qilishmi, kontrol qilishga ojizlik qiladi. Haqiqiy fazilatli qizlar har qanday shart-sharoitda yana o'zining pokligini saqlab qola oladi. Shunga qiz farzand tarbiyasida bundaq bir qancha taraflardan yetaklash va ta'sir ko'rsatish lozim. Birinchi, ana qizlar uchun eng yaxshi fazilat ulgisi bo'lishi kerak. Uyg'urlarda qizni buzgan onasi degan gap bor. Ananing xulqi, mijozi qiz bolaga intayin cho'nqur iz solgan bo'ladi. Qiz bola ananing har bir harakati, gap so'zlari va yurish turishigacha bo'lgan hamma taraflarini do'raydi va cho'nqur ta'sirga uchraydi. Fazilatlik onalardan fazilatli qiz tarbiyalanib chiqadi. Fazilatsiz onalardan fazilatli qizlarning chiqishi notayin. Bu kishilik turmush isbotlagan haqiqat. Shunga onalar qiz uchun bo'lsa-mu o'ziga qattiq talab qo'yishi kerak. Go'zal xulq va yaxshi namunalik fazilat bilan qizlarga ulgu bo'lishi lozim. Ikkinchi, qiz farzandlarning tabiatida qizlar xos tug'ma aloyidlik bo'ladi. Ular o'g'illarga qaraganda tortinchoq, nomuschan bo'ladi. Ko'yimchanligimi yuqori, xarakterimi kuchli bo'ladi. Bu xil xoslikni texmi yuqori ko'tarish va taraqqiy qildirish uchun yanada atrofli tarbiyaga muhtoj bo'ladi. Uchinchi, farzandni hargiz kichik chog'lashga bo'lmaydi. Sal bo'yiga yetganda tarbiya bersammi kechikmayman deb qarsak, yomon natija allaburun kechikib qolganligimizni isbotlab beradi. Tajribalik onalar qizlar bu vaqt chog'dala nomus qilish, izo tortish, hayolik bo'lish tarbiyasini elib berish bilan qizlarning qizlik tabiatini kuchaytirishga tirishadi. Azroq yomon axloqsiz gap so'zlar va qiliqlarni qilib qolsa, darhol nomus, iza, uyat degan so'zlar bilanla go'dak qalbiga qanday ishlarning fazilatli ish, qanday ishning uyatli ish ekanligini his qildirdi. Qo'pol nashoyan gap so'zlarni qilib qolsa, darhol undaq gap so'zlarni qilishning yomon ekanligini aytib, ogohlantirish berdi. Demak, fazilatga yot bo'lgan har qanday kichik ishlar sodir bo'lib qolsa-mu, diqqat qiladi va tuzatishga yordamda bo'ladi. To'rtinchi, qizlar go'dak chog'da bolalar bilan birga o'ynaydi. Ba'zida bolalarning qiliqsiz, adabsiz ish harakatlari bilan uchrashadi. Bundaq chog'larda noyda savrchanlik bilan u bolalar eski, qiliqsiz bolalar, undaq bolalarning ishini do'rma qizim. Adablik, yaxshi bolalarning fazilatini o'rgangin. Bo'lmasa eski qiz bo'lib qolsan degandek so'zlar bilan ularning fazilatlik, fazilatsiz ishlarni farqlantirib olishiga yordam berish kerak. 5. Qizlar maktab ishiga to'shqandan keyin fazilat tarbiyasini texmo kuchaytirishga to'g'ri keladi. Maktab tarbiyasi bilan oila tarbiyasini birlashtirib, qizlarda o'zini tunish, o'ziga qattiq talab qo'yish, o'zining qizlarga xos fazilatini texmo gavdalantirishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu chog'da sirtqi ta'sirni qabul qilishi texmo ro'shan bo'lishga boshlaydi. Har doim qizlarning ahvol egilib turish, ularning qanday ta'sirlarini qabul qilayotganligiga ko'z quloq bo'lib turish lozim. Chunki farzandlarning har bir so'z harakatida bu xil ta'sir ochiq ifodalanib turadi. Ko'z ishimizga qaraganda qizlar maktabga kirgandan keyin qizlarga xos xarakter va xususiyatlarni yetildirishga bek ahamiyat berdigan. Ularda nomus qilish, izzat tortishdek psixik holat o'g'illarga qaraganda xeyli gavdalik bo'ladi. Qizlar saboqdoshlarga ko'yinish, ularga yordam berish, esdashlik qilish jihatdami o'g'illardan ustun turdi. Ularning bu xil yaxshi xarakterni yetildirishiga ilhom berish kerak. Hargizmi haq bilan koring nima degandek gaplar bilan ularning qizg'inligiga so'g'uq suv sepmaslik lozim. Nasihatin namuna. Qizim, sen bizning faxrimiz, umoq xonchimiz. Amri sen adablik, fazilatlik bo'l. Qiz bola deganning o'ziga xos go'zal fazilati bo'ladi. O'g'illar qilgan ba'zi ishlarni qizlar qilsa adabsizlik sanaladi.
O'g'il bolalar chazi qurib o'ltirsa, adabsizlik hisoblanmaydi. Lekin qiz bola degan ikki tizini juplab o'ltirsa, adab hisoblanadi. Qiz bola degan issiq, yiqimliq, xushchiroy bo'lgani yaxshi. So'g'uq, qo'pol, to'ng bo'lib qolsang, kishilar pazlatsiz ekan deydi. Har qanday kishining qishida ig'izingdan eski gap chiqarib qolma. Sat gap qilish bek nomusliq ish. Boshqalar eski gap qilayotgan bo'lsa, darhol qishidan ketgin. Uyga biror odam kirsa adab bilan "Yaxshimsiz aka, yaxshimsiz acha" deb iliq muomala qil. Go'mishdek tursang bo'lmaydi qizim. Tamoq yeganda az aldirmay yeyishga odatlangin. Qiz bolaga nisbatan haddan ortiq ko'p yeyilish, aldirab yeyish, ig'izga ko'p narsalarni silib olish ayiblik hisoblanadi. Ko'ch-ko'ylarda biror narsa yeb mashmu adabsizlik bo'ladi. Qizlar maktab kirgandan keyin, "Qizim, maktabga ko'nishdingmi? Savodoshlaring yaxshimikan? Axloqliq, fazilatlik bolalar ko'pmikan? Qizim, endi o'quvchi bo'lib qolding. Fazilatingni saqla. Fazilatda boshqalarga ulgu bo'lgin. Jamiyatdagi kishilar sizlarni qaysi maktabda o'qiydigando, kimning qizido, ajab fazilatlik bola ekan deb qolsin. Hergiz senden adabsiz qiliqlar sodir bo'lib qolmasin" degandek so'zlar bilan ular adab axloqning o'zining qimmati uchun qanchalik muhim ekanligini his qildirish lozim. Qizlar bo'yiga yetib qolganda, qizlar boshlang'ich maktabning yuqori yilliqlarga chiqqandan keyin fazilat tarbiyasida xarakterlik o'zgartish ilib berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi qizlar 12 yoshdan olganda tarbiyaga texmi diqqat qilish lozim. Bu bosqich qizlar fiziologik jihatdami va psixik jihatdami burilish yasaydigan halqaliq davr. Shunga qizlarning yurish turishi, jamiyatga aralashishi, nelarga borganligi, nima ishlarni qilganligi qatorliqlarni qattiq surishtirib turish lozim. Ularni maktabdan kech qolmaslikqa, o'zi yolg'iz bir yerga bormaslikqa, tanımagan odam bilan bordi keldi qilmaslikqa, restoran va boshqa o'yinxonalarga bormaslikqa, boshqalar berishga zo'rlasimi qiziqib ketib qolmaslikqa ogohlantirish kerak. Uy ichidagi adab qoidaga va hayoga bek diqqat qilish lozim. Hozir ota-onalar televizorni bolalar bilan birga ko'rgil bo'lmaydi ekan deb ba'zi oilalarda ikki televizor qo'yadigan bo'ldi. Bu ma'lum jihatda rol o'ynasimi, lekin mohiyatlik masalani hargiz hal qila olmaydi. Ularni bu ta'sirdan ayirib o'tish mumkin emas. Eng muhim ota-onalar bizning turmushimizga mos kelmaydigan ko'rinishlarni ko'rganda bolalarga mundaq tavsiya qilishi kerak. Balam, u degan g'arbning turmushi, bizning turmushimizda undaq ishlar to'liq hayosizlik hisoblanadi. Qizim, bizda qiz o'g'illar to'y qilishdan burun hargiz hayosiz ishlarni qilishga bo'lmaydi. Qizlarning eng cho'ng fazilati o'zining qizlik iffat nomusini toki to'y kechasigacha pak saqlash. Sana g'ayri talab qo'ygan odam hargizmi yaxshi odam emas. U haqiqiy muhabbat egisimi emas. Balki shahvatparast, buzuq odam. Sen faqat o'zingning iffat nomusini ching saqlay olsanglar, o'zingning insoniy qiymatingni qo'lingda tuta olasan. Angushlar qo'lingda bo'ladi. Agar angushlarni qo'lingdan berib qo'ydingmi, u chog'da sen uchun jinim fido, sen mening hayotim deb maydisiga urgan o'g'il bolaningmi nazardan tushib ketasan. Qadr qimmatingni yerga ursan. Angushlar qo'lingdagi chog'da go'hardek qimmatliksan. O'zingni tutqizib qo'ydingmi, xuddi xish parchasidek qimmatingni yo'qitib qo'yasan. U chog'da beshingni tosh urg'ini bilanmi poklikni asli keltira olmaysan. Jamiyatga nazar solg'in. Nurg'un qizlar boldir o'zini tutqizib qo'yib, birdamlik hissiyotning va ko'ngilning keyni kirib, ömürlük pushaymonga qolmadimi? Hatto ba'zilar nomusga chidamay o'zini suvga tashlab oldi. Ba'zilar eslib o'lib oldi. Buning tagida nemish borligini obdan o'yla. Ular saxta muhabbatning qurbonlari. Sen o'qishingni tamomlaganiga qadar muhabbat degan ishlarni xiyolingga keltirma qizim. Sening hozirgi ko'ngil bo'ladiganing o'qish. Muhabbat ishini oddiy chog'lamaysan. Bu ish o'zingning ornomusing bilan, istiqboling bilan, keyingi turmushing bilan munosabatlik muhim ish. Ba'zilar birdamlik hissiyotning taqozzosidan xato yo'l tutib qoldi deyli. Shu bir qitimliq savallikning dardini, shuning ornomusini bir umr ko'tarishga to'g'ri kelib qoladi. Qalbida uyib qolgan bu qaradog' mangu yuyilmaydi qizim. Men sening onang. Şuna ba'zi gaplarni ochiq eskartib qo'ymasam, sen bularni kim deydi? Sen jamiyatning yomon ta'sirini hargiz yo'qtirib olma. O'zingni yerga qartadigan, oilamiz shon sharpiga dog' tushiradigan ish sodir bo'lib qolmasin. Qizim, har ish vaqti kelganda bo'lgani yaxshi. Fazilatlik, durust niyatlik, hayoliq yaxshi yigitlar bo'lsa aralashsang, biz uningga qarshi emas. Biroq odamni bilib bo'lmaydi. Ba'zilar maqsadga yetguncha, xuddi sen nimani o'ylasang, uni shunday o'ylagan bo'lib oladi. Sen nimani yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rgan bo'lib oladi. Ajoyib, rasli shundoq. Rasli sen bo'lmasang tugishib ketdigandek qiyofatga kirib oladi. Bu chog'larda u parvonadek atrofingda cho'rgilaydi. Maqsadiga yetgandan keyin o'zini sendan qochirishga urinadi. Sendan turli ayib nuqsonlarni tepishga urinadi. Bahona izlaydi. Shuning bilan sen uningga yalvorib, uning keynidan kuchukdek agishishga majbur bo'lsan. Bo'pti deydisan, u seni haqoratladi. Boshqalarga qaysi yuzim bilan qarayman deysan.
Bo'pti demay desang, u sening ishonchingni, umidingni xarob qildi. Kelgusidagi turmush istiqboling qorong'ulashdi. Seni haqiqiy yaxshi ko'rmaydiganligini his qilib yetding. Shunga qizim, muhabbat masalasida eng muhimi o'zingning pokligini saqlashni bilsanglar, vijdoning bulg'anmaydi. Har qanday chog'da yuzing yo'riq bo'laveradi. Turmushda baxt degan shu, qimmat degan shu. Yuqorqidek nasihatlarni berganda qizlarda biror ish sodir bo'lganda emas, balki intayin to'g'ri va muvofiq bir paytni tanlash, jamiyatda bo'lib o'tgan misollardan o'rnak ko'rsatish vositasi bilan jamiyatdagi muhabbat tragediyalarining sababini samik silib turish lozim. Bo'libmi pul va boyligiga, mansibiga tayinib qizlarning vijdonini bulg'aydigan, nurg'un, nodon, irodasiz qizlarning o'sha puldor noahlarining changilda nobud bo'lib, qadr-qimmatini yerga urayotganligini dartmalash yo'li bilan tushuntirish va jamiyatni tushunish fursatiga ega qilish kerak. Angladingmi qizim? Pokoni qiz shundoq chiroyli cho'ng bo'lganki, endi kishilarning og'ziga chiqib qopti. Bir ayoli bor noahli boy, u qizni xorlabdi. Odam deganda aql bo'lmasa, nomus bo'lmasa, vijdon bo'lmasa, o'zining qadr-qimmatining bahosini bilmasa, ashundoq nomussiz yo'lga kirib qoladigan gapda. Bundaq pul hargizmi insoniy qimmatdan, nomusdan va poklikdan yuqori emas. Pul hargizmi insoniy qimmatdan, nomusdan va poklikdan yuqori emas. Haqiqiy or-nomusliq, insofi bor odam hargizmi pulni dastak qilib, o'zini oyoq osti qilishiga yo'l qo'ymaydi. U qizlar o'zining odamiyligini unutib qolgan. Razil pul uchun har qanday eski iflosliklarni qilishdan yanmaydigan yomon odatni yetildirib olgan. Qizim, odam degan kunda bir non yesimi, bir kiyimni bir yil kiysimi, fazilatdan iborat bu buyuk libosni hargiz solmaslik kerak-da. Pulga setib olg'ili bo'ladigan nomusni, kiyim-kechak almashtirishga bo'ladigan vijdonni qandoqmi nomus, vijdon degili bo'lsin. U qizlar pulga, kiyim-kechakka o'zini qori yurak, ablahlarning xo'rlashini, haqoratlashini setib olgan. Aslidan olganda Uyg'ur qizlari pulini dastak qilib qizlarni aldaydigan, puliga tayinib qizlarni oyoq osti qilishni niyat qilgan noahillarni tizek chog'liq ko'rmasligi, hatto ularni odam sifatida tasavvur qilmaslik kerak edi bo'lam. Nayt to'g'ri. Aslidan olganda Uyg'ur qizlari pulini dastak qilib qizlarni aldaydigan, puliga tayinib qizlarni oyoq osti qilishni niyat qilgan noahillarni tizek chog'liq ko'rmasligi, hatto ularni odam sifatida tasavvur qilmaslik kerak edi bo'lam. Degandek so'zlar bilan qizlarning qalbida buyuk g'urur, nomus tuyg'usini uyg'otish kerak. Bu yolg'iz qizlarning masalasi bo'lmasdan, balki butun jamiyatning pok bo'lishi uchun qo'shilgan tuhfa bo'lib qoladi. 3. Qizlar uy ishlariga pishsin. Qizlarga berilgan fazilat tarbiyasining biri, ularni kichkidan boshlabla uy ishiga puxta, ishqi pishqan, pokiz, oshtamoqning o'disini chiqa oladigan qilib tarbiyalash lozim. Bu Uyg'urlarning farzand tarbiyasida fazilat tarbiyasining muhim mazmuni bo'lib kelgan. Hozir mutlaq ko'p sondagi qizlar maktabda o'qiyotganligi uchun ota-onalar o'qishga ta'sir yetmasin deb ularni uy ishlariga aralashtirmaydi. Natijada ba'zi qizlar hatto turmushlik bo'lgan qadar tomoq etish, kir yuvish, uyini saramjonlashtirish qatorliq ishlarni yaxshi bilmaydi. Bunaq bo'lish qizlar uchun bir ayib sanaladi. Uy ishlariga salmay o'gitib qo'ygan qizlar uy o'choqliq bo'lganda yangi oila turmushiga ko'nalmay, ko'p so'g'oqchiliklarning bo'lishiga, hatto mushu sababli turmushning buzilib ketishiga sabab bo'ladi. Bilish kerakki, uy ishlariga puxta, pishqan bo'lish, pokiz, tartiblik va ratib bo'lish kishilik turmushdagi qat'iy bilish zarur bo'lgan oddiy bir talab hisoblanadi. Ancha-muncha oila ishlariga aralashtirish bilan o'qishga ta'sir etib ketmaydi. Uyg'ur qizlari qadimdan tortib qo'nchoq o'yini, uy tutish o'yini, osh etish, mehmon kutish o'yini qatorliq ballar o'yinlarini o'ynaydi. Bu an'ana ballardan cho'nglarga taqlid qilish yo'li bilan o'zini o'zi tarbiyalashiga imkoniyat hozirlaydi. Hozirgi ba'zi bir real ahvoldan qaraganda Uyg'ur ayollari ichida ajoyib fazilatlik, uy ishlariga puxta, pokiz, oshtamoq usta ayollar bor. Bunday ayollarni Uyg'urlar o'ngluq deb ataydi. Ammo yana bir qism xotinlar borki, intayin mehnat, uyga kirsa badbo'y puraydi, o'ltirgan yeri ig'ilga o'xshaydi. Umoch bilan suiqash etishdan boshqani bilmaydi. Aytgan holatdami oshga o'xshamaydi. O'rin ko'rpa, chinqachilari qasmoq, bundoq o'xshamaslik nerdan kelib chiqqan? Dal oila tarbiyasining o'xshamasligidan kelib chiqqan. Shunga analar bu jihatda o'zimizga bekrak talab qo'yishimiz, ham farzandlarni atrofliq tarbiyalashga ko'ngil bo'lishimiz lozim. Nasihatdan namuna. Qizim, uy ishidan o'zingni qochirma. Menga yaqin turgin. Uy ishlarini ko'rib ko'zing pishsin. Qiz bola deganga uy ishlarini qilishni, oshtamoq etishni bilmaslik ayib. Kelgusida bir uy bishingga kelganda, sana boshqa bir kishi kirib oshtamoq etib uy tutishib bermaydi.
Bozordan tamoq yesa tag'mi to'shmaydi. Ba'zilar uyida tuzuk tamoq qilolmaganlik uchun ko'p hollarda bozorda tamoq yeydi. Uyning barakati bo'ladi. Bir kun ko'chada tamoq yegan pulga uyda 2-3 kun jahondorchilik qilg'ili bo'ladi. Balam, uy deganda mehmon uchur bo'ladi. Ularni yaxshiroq kutmasang kaynondan so'zsizlik qiladi. Ish qilganda tejashlik, planliq, tartiblik bo'lish kerak. Buzib chechish bek ig'ir gunoh. Tejashlik, planliq bo'lsa, uyning barakati bo'ladi. Qizim, kimning uyida bo'l, oilaga ko'yinishni bilish lozim. Ko'ngil qo'ysang tamoq etish degan o'ynagandekla bir oddiy mashg'uliyat bo'lib qoladi. Har bir tamoqning o'ziga tushliq aloyligi va nozik tarafi bo'ladi. Shuni egilay olmasang, har qancha ko'p go'sht yog'ishlasangmi ig'izga tetig'idek tamoq chiqarg'il bo'lmaydi. Zo'rur tepilganda har bir tamoqning inchiga, nozik nuqtalari, qanchalik guruchga qanchalik suv, yog' ketadiganligi, qanchalik unga qanchalik tuz lozimligi, xamirni qanday yo'g'irish kerakligi to'g'risida tafsiliy tushuncha bersa bo'ladi. Qizim, pokizlik o'zingning muhim xislati bo'lsin. Pokizlik salomatlikning, barakatning asosi. Nada maynachilik bo'lsa, shu yerdan omad qochadi, barakat ko'tariladi. Sening namabroyingni yuqori ko'tirdiganmi, yerga uradiganmi shu pokizlik ahamiyat berish bermasligingda. Bilisam, Uyg'ur qizlari sa'da qopib birinchi qiladigan ishi uy tozaligi. Ular ho'yla aramni pokiz supurib, suv ichib bo'lgandan keyin ondan nashtaga o'ltirdi. Shuningdek, ko'ngil ro'shan holda nashta qilg'ili bo'ldi. Uningdan boshqa chiniqacha, chaynak, cho'gin, o'rin ko'rpa, kiyim-kechakka bek ahamiyat ber balam. Uy degan içinidek pokiz tuta olsang, seni hamma odam fazilatlik pokiz deb maqtaydi. Agar maynachilik odatlanib qolsang, uying kirgan odam shekillanib tamoqingni yemaydi. Bu sana nomus bo'ladi. Qizim, pokizlikqa boylik, kambag'allik o'lcham qilinmaydi. Har qancha namrat bo'lib uyingda besat bo'lmasimi, uy pokiz bo'lsa, ko'ngling ro'shan bo'ladi. Og'riqsizlikdan xoli bo'lsan. 4. Yurishtirish va kiyinish tarbiyasi. Hozir jamiyatni afsuslantirayotgan, ota-onalarni xavfsizlantirayotgan bir ahvol shuki, Uyg'ur qizlari yurishtirish va kiyinish jihatda bakmo g'ayriyilishib ketishga boshladi. Go'zal yarshimliq milliy kiyim-kechaklarimizning o'rnini butunlay o'zimizga bo'lgan kiyim-kechaklar egalladi. Zibu-ziynat taqash va pardoz jihatda asli o'lcham buzilib, chaqilinishga qarab yuzlandi. Buning ro'shan ifodasi shuki, bizning hozirgi ba'zi xotin-qizlarimizning tashqi qiyofatidan Uyg'ur xotin-qizlari xos aloylikni topqil bo'lmaydi. Hatta Tangri yaratgan qunuzdek qapqara chochlarini seriq bo'yab, o'zining tabiiy yaratilishiga o'kti qilmoqda. Biz hozirgi Uyg'ur qizlardan Xanzu qiyofatli qizlarni Pokiston, Hindiston qizlari xos aloyliklarni Yevropa qizlar xos aloylikni Arab ayollar xos aloylikni necha xil tarkiblar bir gavda bo'lgan ahvollarni uchratamiz. Tixim ajablanarlik yeri shuki, o'zini madaniy chaqlayotgan bir qism Uyg'ur qizlari o'zining bo'yturqi, rang ro'yi, mijoz xarakteri, yosh qurami va muhitga uyg'un kelish kelmasligi bilan hisoblashmay, kino televizordan qanday kiyim modasini ko'rsa, uni xuddi maxsus Uyg'ur qizlari 3 yil loyilagandek his qilib, shu peti ko'chirib kiyveradigan bo'lib ketdi. Yana bir jihatdan yarshimliq, keng, silinib turadigan Uyg'ur kiyimlari go'zallik o'lchamining qaysi yeriga tushmadigan tang, mingishtirishdimi qiynaladigan, intar, yangi yoki pushqiq yo'q, yerim yalang'och kiyim-kechaklarni kiyishga boshladi. Hatto ba'zi qizlar tixim haddidan eshib, putiga oltin halqa silishga boshlagan. Milliy kiyim-kechaklarimizni yarashtirib kiygan qizlarimizni madaniyatsiz, zamonning keyinida qolgan sahrolik deb ayblayapmiz. Bunday tez suratda yotishishning sababi nima? Birinchi, Uyg'ur qizlari go'zallik ta'lim tarbiyasidan xabarsiz qoldi. Shunga qizlarning estetik tuyg'usida turg'unlik yo'q. Boshqalar nimani kiysa moda qo'lishib o'ziga yot, asli go'zallikka nuqson yetkazadigan kiyimlarni qabul qilavergan. Ikkinchi, o'zimizning milliy kiyim-kechaklarimizning go'zalligini, qimmatini, tan salomatlik bilan, sharm-hayo bilan bo'lgan munosabatini his qilishdan mahrum qolgan. Uchinchi, nuqul do'rash psixikasi ustunlikni olganlik uchun sirtdan kirgan g'ayri kiyim-kechaklarning qimmat jihatda o'zimizning milliy kiyimlarimizning o'rnini bosolmaydiganligini tushunmagan. To'rtinchi, onlar o'zi bosh bo'lib milliy kiyimlardan voz kechgan. Shunga qizlarni boshqarishga amalsiz qolgan. Agar ota-onalarning qurbati va saviyasi yer beradigan bo'lsa, farzandlarga kichikdan boshlab go'zallikni suyish, go'zallikni tushunish, go'zallikni farq etish iqtidorini oshirish jihatda tarbiya berishi lozim. Nasihatin namuna. Qizlar maktabda o'qiyotgan chaqda, qizim, go'zallik oddiy sodliqda, o'quvchi degan g'ayri, g'alati narsalarni kiyib olsa bo'lmaydi. Odamning go'zalligi hashamatlik, g'ayri kiyinishda emas, balki bilim, qobiliyatda va fazilatda.
Sen kiyinib qimmat, obro'y deb qaraydigan qizlardan o'rganmagin. Kiyim-kechakka havas qilish odamni yaxshi qo'yga solmaydi. O'quvchi degan hozir girim buyumlarni ishlasa bo'lmaydi. Shuncha chiroyli husn jamoling, olmadek chiroyli yuzing, buloqdek ko'zing, oydek qishing turib, xampiga tushgandek yuzlaringni bo'yib olish go'zallik emas. Balki go'zallikka nuqson yetkazish bo'ladi. Hargiz boshqalarni do'rab girim qilish madaniylik o'xshaydi deb qarmang. Har qanday ishning o'z vaqti bo'ladi. G'onchining o'zining go'zalligi o'ziga yarashadi. Uning yana pardoz berish najot, oltin ustiga kakullay berish aqlsizlarning go'zallik o'lchimi. Qizlar sal bo'yiga yetib qolganda, qizim, o'zingni Uyg'ur qizi ekanligingni hargiz unutib qolma. Yana biri o'zingning aslini unutma, vijdoningni yo'qotma. Har qanday bir millatning o'ziga xos milliy xosligi bo'ladi. O'ziga xos milliy xosligi bo'lmagan xalq o'zining milliy aloyidligini yo'qotgan xalqdir. Uyg'ur xalqining kiyinish, zibu-zinat taqash va pardoz qilish jihatda o'ziga xos go'zal an'anasi bor. Bu xil an'ana bizning yashash sharoitimiz, estetik an'anamiz, fiziologik aloyidligimizga masalida shakllanib, madaniyat jihatdagi taraqqiyotimizga ergashib taraqqiy qilib, Uyg'ur xalqining o'ziga xos milliy xosligini tashkil qilgan muhim bir tashqi ifodaga aylangan. Qizim, Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati hargizmi g'arb dunyosining kiyim-kechak madaniyatidan to'yin turmaydi. Buningda necha ming yillar burunla Uyg'urlar nafis, nozik va sipta, rangarang kiyim-kechak, zibu-zinat madaniyatiga ega bo'lib qolmay, balki bundaq madaniyat boshqa allarga o'xshashmagan darajada ta'sirini ko'rsatgan. Masalan, Uyg'ur ayollari buningda necha ming yil muqaddamlar bag'irdoq, ya'ni leptik madaniyatini kashf qilib, dunyo kiyim-kechak madaniyatini beyitishga tuhfa qo'shgan. Kroran ana kiygan garmonishdan va naqshlik o'tiklar dunyo kiyim-kechak madaniyat tarixidagi bir mo'jiza. Shuning uchunmi 8-asrlarda Tang sulolesida Uyg'urcha yasinish, Uyg'urcha zibu-zinat taqash moda bo'lganligi ma'lum. Tang davridagi bir shoir mundaq yozgan: Bo'ldi Uyg'urcha yasanmoq qiz o'g'illar mashg'uli, zo'r mahorat bo'ldi chalmoq sazni Uyg'urlar simon. Atqi Uyg'urcha minish, zibu-zinat til o'rganish bo'ldi bas-baslik havas bu 50 yildan buyon. Bu Abdushukur Muhammad Emin Uyg'urlarning Tang davridagi naqsh usul san'ati degan kitobidan ilingan she'r ekan. Buningdan qiyos qilganki, odam oldi bilan o'zini tushunishi, o'z madaniyatining qadr-qimmatiga yetishini bilishi kerak. Bizning chiroyli gul chekib ishlangan chiman do'ppilarimiz, kang pushqoqlik yarashimli ko'ngillarimiz madaniyatning qaysi yeriga putlashdi qizim? Hozir ba'zi qizlar bir inlik kanglikdagi, bir ilik uzunlikdagi yopqalarni kiyib olib, ya xotirjam olmaydi ekan, ya xotirjam o'tira olmaydi ekan. Shumi go'zallikmi? Hozir jamiyatimizdagi ang u darajaga borgani yo'q. Undaq yarim-yalang'och kiyimlar bizning turmushimizga muvofiq kelmaydi. Qizlarning jalb qilish kuchi hargiz ochiqchilikda emas, balki o'zini yoshirish va hayoda. Qizim, ba'zi qizlarga chechen nimaga putlashdigan tang chiroyli sumbul chashlarni kesib o'tib, tavba bosh, changi bosh bo'lib olgan. Uyg'urlarda ayollar zinnati choch, erlar zinnati soqol degan gap bor. Uyg'ur xalqi 40 tal o'rilgan Majnun taldek go'zal chashlarni qizlar go'zalligining muhim o'lchami deb qarab kelgan. Shuning uchun Uyg'ur shoirlari go'zal sumbul chashlar uchun bag'rini kavob qilib, bulbul gulga shayda bo'lgandek chashning ta'rif uchun go'zal misralarni sizishgan ekan. Adaqinga to'shar har lahzagi so, masaldur kim chiroq tuvi qarong'u. Yishima tamsilda aytilgan chiroq tuvi qarong'u degandek o'rim chashlaring tapınıngga tushib turdi. Ey arzi narsin, saçı sumbul qaddi şemşad, bulbul kabi hicringda ishim nalahu faryad. Ishim nalahu faryad. Yishimiya, hey yüzü narsin güldek güzel çiçi sumbul, qaddi şemşad yar, mening ishim bulbulga o'xshash sening ishqingda nala faryad qilish bo'ldi. Lütfi. Qizim, sen hargiz o'zingdan nomus qilma. O'zingning madaniyatidan faxrlan. O'zingni to'nchaqlama. O'zingdan yatlashmoqchi bo'lsang, o'zingni Uyg'ur qizi deb qarama. O'zingni Uyg'ur qizi deb to'nisang, o'zingning go'zal milliy xosligingni tashlama. Madaniylashish degan yatlashish emas qizim, balki milliy madaniyatni zamonga yarasha taraqqiy qildirish, ang jihatda yuksalishdir. 5. Qizlarni o'ziga ishonishga va qobiliyatini joriy qildirishga rag'batlantirish kerak. Bugungi dunyoda qizlarga qo'yiladigan nurg'un ijtimoiy cheklimlar buzib tashlandi. Qizlarmi o'zining insoniy qobiliyatini joriy qildirish fursatiga erishdi.
Biroq ba'zi ota-onalar qizlarga "Sen degan qiz bola, shunchalik o'qisangla kifoya, har qancha tirishsangmi cho'ng ishlarni ta'virtishing mumkin emas" deb qizlarning jamiyat sepiga qatnashishdek o'tliq intilishiga so'g'ik suv sepadigan ahvollar bor. Biroq bu dunyo o'g'il va qizlar bilanla bir butunlikka ega bo'la oladi. Xizmat nuqtasidan o'g'illar qila olgan har qanday ishni qizlar ham qila oladi. Ularning umr bo'yi uy ayoli bo'lib, jamiyatdagi o'rnidan ayrilib qolishiga bo'lmaydi. Ularga shon sharaf, qadr qimmat kerak. Ularning el uchun bir kishilik tuhfa qo'shish majburiyati va qobiliyati bor. Bu nuqtada har qanday bir ota-ona qizini rag'batlantirish, ilhom berish va sharoit yaratib berish haqqi borki, hargizmi ularning intilishlarini, ulug'vor orzularini bo'g'ishga haqli emas. Bu jihatda ularga umid beg'ishlaydigan, ularga jur'at va ishonch ato qiladigan nasihatlarni qilishi kerak. Nasihatin namuna. Qizim, sen hargiz men degan qiz bola, men qanchalik cho'ng ishlarni qila oldim. Aplab biror ishning bishini tutib jon baxsamli kifoya deb ilgirlash yo'lini qashalab qo'ymagin. Sendimi o'g'illarga o'xshashli kalli bor, qobiliyat bor. O'zingga qattiq talab qo'ysanglar, o'g'illar qila olgan ishlarni qila olabla qolmay, balki o'g'illardan eshib ketalaysan. Sen aql jihatda hargiz o'zingni to'yanchoqlama, umidsiz bo'lma. Dunyoga nazar sol, jamiyatga qara. Nurg'unlagan qizlar terishib, o'ginib, aspirant doktor bo'lib atadi. Hükümetning muhim organlarida xizmat qilib, el uchun zo'r tuhfalarni qo'shyotidi. Sening jismoniy jihatga qisman ojizliging hargizmi o'g'illardan tuvan turdiganligingni isbotlamaydi. Iqtidor degan jismoniy kuch yoki jinsiy farq bilan o'lchinadigan zaman kelmasga ketdi qizim. Sening hozir tarbiyalanish fursating bor. Vujudingda tangdoshsiz yoshirin iqtidor mujassam. Bunday iqtidorni faqat uy tutishqila sarf qilib etish to'limi aqlsizlik va hayot behudachiligi. Sen jur'atlik, umidlik va tirishchan bo'lib, buyuk tuhfalar bilan qizlar uchun shon sharaf quchishga haqliq. Sen ulug'vor maqsad, qat'iy iroda bilan dunyoga, o'g'illarga raqobat e'lon qila olgudek jasoratga ega bo'lishing lozim. 6. Qizlarning nikoh va turmush ishlariga to'g'ri maslahat berish kerak. Nikoh va turmush ishi ota-onalarning beshini eng qotiradigan va xotirjamsizlantiradigan muhim ish. Chunki nikoh degan umr so'risi degan gap bor. Farzandlarning nikohda va turmushda baxtli bo'lishi ikki oilaning xotirjamligi. Yana bir oilaning baxtli bo'lishi bilan munosabatlik muhim ish. Turmush xabarligi oilalarga intayin cho'ng ko'ngilsizlik elib keladi. Shunga ota-onalar farzandlarning bu cho'ng ishiga nisbatan intayin sovuqqonlik bilan muomala qilishi, farzandlarga to'g'ri yo'l va yaxshi nasihatlarni qilishi kerak. Bo'libmi ota-onalarning o'zaro muomala munosabatlari, oila ishida iqtisodchan bo'lishi, qiyin ota qiyin onasiga tutgan muomala munosabatlari farzandlarga intayin cho'nqur ta'sir qiladi. Bizning ko'zitishimizga qaraganda farzandlarning nikoh ishida ota-onalar mundaq bir qancha tarafdan yetakchilik qilishi lozim. Birinchi, farzandlarning muhabbatiga hurmat qilish lozim. Chunki bir oila muhabbatsiz put terib tura olmaydi. Oilaning ma'naviy to'riki muhabbat. Muhabbatlar farzandlarni har qanday qiyin sharoitlarga bardoshlik berarligidek buyuk kuchga ega qiladi. Muhabbat uchqundigan ko'zlar oldida qusur va ayib ko'rinmaydi. Muhabbatsiz oilada har qancha baxtlik, boyashatlik ichida yashasimi, yanada qalbning cho'nqur yerida bir kamlik his qiladi. Kichikgina zarbimi ularga ko'tirgisiz azob elib keladi. Shunga nikoh hargizmi zo'rlik ustiga qurilmasligi kerak. Agar nikoh ishida o'zingizning xohishini birinchi o'ringa qo'ysangiz, farzandlarning baxtsizligiga butunlay sababchi bo'lib qolasiz. Ikkinchi, o'zingizning xohishi yoki farzandlarning orzusi bo'yicha qarshi tarafning boy va kambag'al bo'lishini o'lcham qilish to'limi xato. Agar farzandlar qarshi tarafni boy, puldor deb qiziqib qolgan bo'lsa, bu muhabbat emas, balki ta'ma. Bunda quruq ta'madan farzandlar o'ziga nisbatan past ko'rishni, kamsitishni va xo'rliqni setib oladi. Boylar hech qachon qizingiz badliga boylikning yarmini sizga bo'lib bermaydi. Aksicha sizni o'zi bilan bir qatorda tura olmaydi. Dasturxonni bizdek salolmaydi deb qarab oldingizda g'adiydi. Undaq oilada qizingiz kelin emas, balki oddiy bir xizmatchiga aylanib qoladi. Agar farzandlar ashundaq bir ta'ma bilan to'y qilmoqchi bo'ladigan, bundaq nikohni to'sishga haqlisizlar. 3. Qiz farzandlarni hargiz o'zidan yoshda farqi zo'r kishilarga zo'rlab yotliq qilishdan saqlaning. Chunki cho'ng yoshdagi kishilar bilan yosh qizlar hissiyot jihatda hargiz o'rtoqlasha olmaydi. Yana biri, yillar o'tgan sari oradagi farq texmi zo'r bo'ladi. 3. tarafdan er baldurli olamdan o'tib, oilaning butun ig'ir yuki qizingizning ustiga yuklandi. Bu dard alamga sizlarmi sherik bo'lmay ilojinglar yo'q. Bu xususda mundaq bir hikoyani misol taraqqisida saminglarga silib qo'yay. Shayx Saidi mundaq bir hikoyani qildi. Bir qiri odam munolarni hikoya qilib bergan edi. Deydi u: Bir qizga uylangandim. Uyni gul bilan bezdim. Uyda uning bilan yolg'iz o'tiratdik. Dilim uningga bog'langan edi. Uningdan ko'z uzmaydim. Qiz mendan o'zini qochirmasin,
Manga ko'nib qolsin deb uzun kechalarda latifa cho'chaklarni etib chiqatdim. Bir kechasi qizga mundaq dedim. Sana baxt yor bo'ldi, omad keldi. Chunki sen tajribalik, o'qigan, jahon ko'rgan, tinch, issiq sovuqni boshdan o'tkazgan, yaxshi yomonni sinagan, muhabbatning qadrini biladigan, do'stlikning shartini ado qiladigan, ko'ngli yumshoq, mehribon, mijoz obdan, shirin so'zlik bir qiyrining qo'liga tushding. Sen takabbur, ko'ngli qara, o'yinchi, shoxdan shoxga qo'nadigan, doim havasga beriladigan, fikrda turmaydigan, har kechasi bir joyda qo'nib qoladigan, har kuni bir yer tutadigan yomon yigitning qo'liga tushib qolmading. Ammo qiyirlar yigitlarga o'xshash bangvash emas. Ular aql, adab bilan hayot kechiradi. Shu yo'sinda qizga bir muncha so'zlarni qildim, dedi qiyri so'zini davomlashtirib. Uning ko'ngli menga bog'landi. Endi uni o'zimga qartib oldim deb o'ylagan edim, lekin qiz dardlik ko'nglidan sovuq bir tortdi-da. Sen aytgan bu so'zlarni aqlimning tarozisi tartib ko'rganimda bir so'zchilik vazni yo'q. Bir chaqda men inikonamdan yosh cho'konga qari odam yonida o'ltirgandan beqiniga o'qiya sanchilib turgan yaxshi degan gapni anglagan edim dedi. Shunday qilib biz kelisha olmadik. Oxiri ajrashib ketdik. Qiz iddat vaqti to'shish bilanla bir yigitga tegib oldi. Bu qatimqi eri ochiq yomon, to'ng, mijoz osal, qo'lida hech nimasi yo'q bir sapoq bo'lib, bir sayoq bo'lib, qiz uningdan jabr jafo ko'ratdi va ranji mushaqqat tortdi. Shundoq bo'lsa-mu Xudoning bu ne'matiga shukr qiladi. Alhamdulillah, ashu qattiq azobdan qutuldim. Endi muqim ne'matga ulashdim deydi. Demak, bundaq ishlar turmushimizda oz emas. Ba'zi qizlar tishini tishlab o'tib ketishga majbur bo'ladi. Yana ba'zilar oilasiga va sizlarga haqorat keltiradigan yo'lni tanlashga majbur bo'lib qoladi. Shunga ota-onalar farzandlarining umrlik baxti uchun farzandlarining ko'ngil xohishiga hurmat qilishi, ularga zo'rliq vositasini ishlatmasligi kerak. Mubodo qizlar o'zining tajribasizligi va birdamlik ko'ngil xohishiga berib ketgudek bo'lsa, savrchanlik bilan ularga turmush yo'lini birdamlik qizg'inlik va havasga tayinibla talg'ili bo'lmaydiganligini eskartib, nasihat qilib tushuntirish kerak. 7. Qizlar turmushlik bo'lgandan keyin ularning turmushiga ko'p aralashib olmaslik lozim. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida nikohdan ajrashish intayin og'ir fojia bo'lmoqda. Buning sababini surishtirganda ota-onalar nikohni oddiy bir o'yin qatorida ko'ryotadi. Arzimagan ozg'ina manfaat yoki kichkina ko'ngil og'riq bilanla bir yaxshi er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan ahvollar nihoyat og'ir. Bo'libmi ba'zi onalar qizlarga yaxshi tarbiya qilmaydi. Quliqi ozroq gapni anglab bo'lguncha u aqchi ko'kchilar seni shundoq dedimi, sen nimishqa uni demading, buni demading deb yarining ustiga tuz qo'ydi. Tajribalik onalar bo'lsa, samimiylik bilan nasihat qilib, qizida to'g'ri tushunish hosil qiladi. Egilgan ahvollardan qaraganda 10-20 yuan qiymatidagi moddiy manfaat nuqtasidan odamgarchilik yo'qkan, dasturxoni yo'qkan deb bir oilaning beshiga chiqargan ahvollar xeyli ko'p ekan. Nikoh to'g'risidagi tushunchaning va tarbiyaning yaxshi va chunqur bo'lmasligi sababli ba'zi qizlar turmush ishiga intayin yuza qaraydigan ahvollar bor ekan. Men bir qatim bir oshpuzilda bir jup er-xotin uchratdim. Ular tamoq yeb o'ltiradi. Yosh cho'kanli yigitga "Bo'lmamsiz, yili xat kesadigan odam ishdan tushib ketadi" dedi. Men bularga qiziqib, ulardan ahvol so'rab baxtim. Aslida ular ajrashmoqchi bo'lib ketganlar ekan. Men yigitdan nimishqa ajrashib ketmoqchi bo'lganligini so'rganimda cho'kan javob berdi. 2 yakshanba o'tib ketsa-mu bir qatim bozorga ilib kelmagan odam bilan qanday uy tutqili bo'ladi? Mana bu 2 yoshning ajrashish sababi ekan. Buni qandaqmi nikoh degili bo'ladi? Mushundaq yengil taklif bilan ko'plagan oilalar buzilib, bolalar yetimlik azobida ingrayotdi. Bu hozirgi Uyg'ur jamiyatidagi muhim bir ijtimoiy masala bo'lib qoldi. Bu nuqtada ota-onalar mas'uliyatchanlik va oliyjanoblik bilan farzandlariga atrofliq nasihat qilish kerak. Makarenko mundaq degan: "Söýüşge ögütiş, söýgüni tushunishga ögütiş, baxtli bo'lishga ögütish, bu o'z-o'zini hurmat qilishga ögütish, insonlik qadr-qimmatini tushunib yetishga ögütishdir." Nasihatdan namuna. Qizlar turmushlik bo'lib, boshqa oilaga birishning oldida buni xususida nasihat qilishinglar kerak. Qizim, nikoh muqaddaslik sifati bilan sana poklik va haqiqiy ma'nodagi ayollik xislatini baxsh etadi. Senda uy tutishga bo'lgan cho'ng ruhiy tayyorlik bo'lishi kerak. Endi sen boshqa bir oilaga borsan, u oilaga fazilat, go'zallik, oliyjanoblikni va poklikni ilib kir. Hargizmi sendan nopoklik sodir bo'lib qolmasin. Bir qatim bo'lsa azroq xatolikqa yo'l qo'ymaslik kerak. Er-xotin orasida adab, hayo bo'lganda, poklik bo'lganda nikoh ne'matimi barkamollik bilan yashaydi. Ham mavjud bo'lib turdi. Sen o'zingning sadoqating, samimiyliging va ko'yimchanliging bilan eringning muhabbatini texmi lavulda olaysan. Oiladagi hurmating yuqori bo'ladi.
Agar aqlsizlik qilib muhabbatdan mahrum bo'lib qolsang, u uy sen uchun do'zaxga aylandi. Sendan muhabbati ko'tarilib ketgan odam har qachon sening aybingni izlab turadi. Yaxshi ishlaringmi ko'ziga sat ko'rinadi. Ahamiyatli ishlaringmi arzimagan ish bo'lib tuyuladi. Shuning bilan uyda jidal qurmaydi. Bu ravishda o'tgan turmushning qilchi lazzati bo'lmaydi. Shunga bo'lmog'ri yomon ishlardan, hayosizliklardan, adabsizliklardan bek ehtiyot qil. Yomon ko'rib qilish bir qabohat qizim. To'limi ehtiyot bilan bu oiladagilarning hurmatiga erishgin. Qizim, eringa itoat qilgin. Eringning o'zing ustidagi haqlarini to'liq ado qil. Hargiz eringa xiyonat qilma. Hargiz arzimagan ishlar uchun uning ko'nglini chegma. Bo'libmi eringning erlik huquqiga tegadigan sharkat va gapsizlarni qilma. Yo'q ishlar uchun uni tanglikda qo'yma. Kiyim-kechak va galni deb hargiz o'zingni buzma. Hayotdagi maqsadini yasinish deb qaraydigan ayollarning hayotidanmi baxtsiz hayot bo'lmaydi. Chiroyi kiyim-kechak zibizinnat bilan bizinish birdamlik o'tkinchi jilva. Buningga tayinibla birovning qalbida mangulik o'rin tutish mumkin emas. Ömürlük meptunkar jilvi qalb go'zallik orqali ro'yobga chiqadi. Qalb go'zallik hatto sat chiroyga ko'rkamlik baxsh etadi. Qiliqining sat, qalbining nopok bo'lishi eng go'zal ruxsarga kishini g'ash qilgidek qaradog' tushiradi. Hammadan ortiq hashamdaram go'zallikning ehtiyoji emas. Oddiy soddalik go'zallikka tiximi bek yarashadi. Go'zallikka boshqa fazilatlar qo'shilganda oltin uzuk yaqut ko'z yarashgandek tiximi jilvigar go'zallik namoyon bo'ladi. Ruxsari go'zal g'unchilik turib, fazilatsiz bo'lsa, go'harni nijosatga atqanlik bo'ladi bolam. Qizim, ko'nlarda erni er qilganmi xotin, yer qilganmi xotin degan gap bor. Mal dunyo bilanmi setib olg'il bo'lmaydigan go'zal va baxtli turmushni yaxshi xulq mijoz bilan qo'lga keltirgili bo'ladi. Ering bilan yaxshi o't yoki yomon o't, sana yaxshilik qilsin yoki yomonlik qilsin, hatto ajrashib ketmoqchi bo'lsangmi, hargiz eringning cho'ng kichik sirini oshkorlamagin. U sening eringga qilgan ziyonkashliging bo'lib qolmay, balki o'zingga qilgan ziyonkashliging bo'lib qoladi. Kishilar seni eski nachar xotin ekan deb sendan qochadi. Har qancha ochiqing kelsimi o'zingni besib ol. Eg'izingdan eski nachar so'zlarni chiqarg'uch bo'lma. Eringga qo'l uzatma. Nachar eski so'z behayo xotinlarning eg'izidan chiqadi. Undaq ayollarni kishilar jaddal ayol deb ataydi. Turmushda qanoatlik bo'lgin. Bu sening baxtli bo'lishingning yaxshi yo'li. Qanoatlik bo'lish ayollarning eng muhim fazilatlaridan biri. Ering boy bo'lsin yoki kambag'al bo'lib ketsin, o'zingni mangulik eringga atag'in. Ering boy bo'lib ketganda ko'ranglab qimmat baholiq kiyimlarni kiyib olsang, eringning pulini buzib chassang, uni ilib bermiding, buni ilib bermiding deb xafa qilsang, sen eng eski xotin hisoblansan. İmkan bor bariga qanoat qilib, tejashlik, iqtisodchil bo'lsang, uying tiximi boyashatlikqa to'ladi. Ko'nglingmi aromida bo'ladi. Bir kiyim uchun hargiz xafalikni setib oladigan besham xotinlardan bo'lib qolma. Agar ering kambag'alishib ketsa, senmi terishib uningga yordam ber. İlhom ber. Ko'nglini yasa, hargiz eringni gadoy, sendan nima xo'liq ko'rdim, sana nima uchun tegib qolgan bo'lg'aydim deb eringni xijolat qilib, o'zingni gunohkor qilma. Har qanday turmush qiyinchiligiga bardoshlik bergin. Eri namratlashsa yuz o'rgan xotin eng iflos xotin hisoblandi. Xotinning eng esli eri yomon kunga qolganda doim uningga taqdirdosh bo'la olgan xotindir. Qizim, qanoatsizlik yomon kasal. U seni ochko'zlik, nafsoniyatchilikka giribdor qiladi. Sen o'zingning turmushni hargiz boshqalarning turmushiga silishtirib, ular undaq ekan, bundaq ekan, bular bundaq ekan, uning eri mundaq ekan, buning eri undaq ekan degandek gap so'zlarni qilma. Boshqalarga ham eringning yomon gapini qilma, yaxshi gapini qil, o'zingning turmushini bil. Yotqan qarab putsun degan gap bor-ku, boshqalarga silishtirgan bilan turmushing boshqacha o'zgarib qolmaydi. Aksicha ko'ngilsizlikka sabab bo'ladi. Ayolning vazifasi er kishining qalb detini, uningdagi oliyjanob his tuyg'uni yolqinjitish, majburiyat tuyg'usi va yuksaklik hamda buyuklikka bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ayolning qimmati ana shu. Bu qismat ulug' va muqaddasdir. Belinski. Sening ayollarga xos nazokating eringga qanoat beg'ishlasin. Eringga qanot beg'ishlasin. O'zingni tashlab etma. Uy ichidami pokiz, ratlik kiyinib yurgin. Hargiz erlik da'vosi qilma. Ayol kishi oxirgacha ayolligini qila olsa, u ko'proq izzat hurmatga sazovor bo'ladi. Agar sen o'zingdagi ayollik fazilatlarini yiroqlab, erlik xislatlarini kuchaytirishga urinsang, bu hol o'zingga ziyon yetkazadi.
Mərtlik ərlər üçün köprək yarışıdı. Ayollar üçün bolsa eyib sanılıdı. Mal dünyanın qədriga yetken ayol bir çimdin unni buzmaydı. Nanni hacetden artıq sundurmaydı. Nan parçalarını xalagan joyga tashlamaydı. Qizim, shu bir non uchun qanchalik ajr ketganligini eslash kerak. Bir burda non uchun dunyoda qanchalagan kishilar jon bermoqda. Ölüm girdabıga berib qolgan bir kishiga dalada yo'liqqan bir chamadan puldan ko'ra bir burda non afzalg'u. Agar sening isrofxo'rliging sababli eringning ishtini tizidan oshmay, noto'g'ri yo'lga mangudek bo'lsa, buning gunohimi sana bo'ladi. Qizim, pokizlikni odat qil. Shaxsiy tozaliqqa bek ahamiyat bergin. Hargiz taharatsiz yurib qolma. Napaklik shumliqni va baxtsizlikni chillaydi. Ering uchun o'zingga xushpuroq narsalarni chechib, o'zingdagi ba'zi yot puroqlarni haydashga tirishqin. Sen shuni tushunginki, ko'ngil degan to'limi nozik, kichikina ish sovutishga sabab bo'ladi. Shunga yaxshi bir ayol bo'lmoq to'limi qiyin. Har qanday ishda pilsiratdan mangandek ehtiyot bilan mangishga to'g'ri keladi. Eringni pokiz tutqin, yurish turishiga ogoh bo'l. Har qanday qilib bo'lsa, eringning ko'nglini o'zingga moyil qil. Shunila eringni qo'lingda tutib tura olaysan. Eringni qo'lingdan berib qo'yish yoki qo'lingda tutib turish yana o'zingga bog'liq. Eringning ko'ngli sendan suv ichmasa, cho'qim boshqa biriga ko'ngil berishga majbur bo'ladi. Qo'ldan chiqarib qo'ydingmi, qaytirib kelmagan to'limi tas. Qizim, sen ham suhbatda bo'ladigan ayollarni obdan tanlagin. Fazilatli, yaxshi xuluqli xotinlar bilan suhbat qil. Buzuq, suxanch xotinlarni hargiz o'yinga yo'latma. Yaxshilar bilan bo'lgan suhbat yaxshilik sabab bo'lsa, yomonlar bilan bo'lgan suhbat yomonlik sabab bo'ladi. Yomon xotin emas, bajoyiki besham shaytondir. O'zim yaxshi bo'lgandikin uning yomonligining nima ziyni demagan. Hikoya qilinishicha, katta bir savdogar bir chakar setib oldi. Sotquchi, bu qulning bir aybi bor, dedi u. U bo'lsa-mu suxanchilikdir. Qo'l suxanchi bo'lsa nima bo'ladi, dedi savdogar. Chakar savdogarning uyiga kelib bir qancha kun o'tmayla savdogarning xotiniga, "Hay og'acham, xo'jayinning sizni qo'yib berib bir xotin elish niyati bor ekan", dedi. Og'acha bek parishon bo'ldi. U yana, "Men tilsin bilaman, agar xohlasangiz xo'jayinni sizga muhabbatlik qilay", degan edi. Og'acha xush bo'lib ketib, u chakarga ko'p iltifotlar qildi. U bir kuni, "Xo'jam uxlaganda ustir bilan saqilining uchidan bir oz kesib menga bering. Uningga afsun duosi o'qib beray. O'zingizga amroh qiling", dedi. Ondan savdogarning qishig'i kelib, "Hay xo'jayin, sizning menda tuzaqingiz bor. Men bir xabar angladim. Aytmasam sadoqatsizlik bo'ladi. Xotiningiz bir kishiga ko'ngil beribdi. Uning uchun sizni o'ldirishga niyat qilibdi. Agar bu gapimga ishonmasangiz, uyga berib uxlagan bo'lib yetib oling. Nimalarni ko'rarsizkin", dedi. Xo'jayin uyga kirib, oshtaam yeb, takiga bosh qo'yib uxlagan bo'lib yotdi. Xotini endi uxlagandi deb ustirga intildi. Xo'jayin dast o'rnidan turib, xotinining qo'lidan tutdi. Ustirni tortib olib, xotinining beshini kesdi. Xotinining tuqqanlari kelib, shohga arznoma sunib, ayolining xunaqi uchun u savdogarni o'ldirgizdi. U suxanchi g'ulomning shumliqidan xotin o'lib, asli vayron bo'ldi. Ko'rdinki, shayton bilan bo'lgan do'stlikdan kim foyda ko'rgan? Yomon xotinlarning hiyla mikrisi iblisni hayron qoldirdi. Balam, bunda xotinlar iz bosgan uydan barakat ko'tarildi. Inoq muhabbatlik turmush janjalga aylandi. Baxtsizlik baxtning o'rnini bosadi. Har qancha zirek bo'lsangmi, uning fitna fasodlarini anglashga majbur bo'lsan. O'zingni har qancha tartay desangmi, barbara uning sehri ipiga aylanib qolasan. U ha deganda seni maqtaydi. Boshqalarning yomon gapini qiladi. Sana intayin kuyinayotgandek postonga kirib, ondan qiningni ichidi. Qizim, o'zingni va eringni baxtli qilay desang, yuzingni yo'ruq, beshingni egiz qilay desang, qorni ko'ksingni keng qil. Qiynonalaringni bek hurmat qil, chunki ular sening ikkinchi ota-onang, eringning mehribon onasi va dadasi. Sen ularga chin ko'nglingdan hurmat, ehtirom bildiralsang, ering sendan xursand bo'ladi, seni so'ydi. Sen ularga o'z qizidek ko'yin. Put-qo'llarini tutib qo'y, kirqatlarini yuyib ber. Ko'ngli qanday g'azat tortidi so'rab turg'in. Hargiz o'z beshimchilik qilma. Kichik ishlarda bo'lsa-mu, ulardan maslahat so'rg'in. Sirtda hargiz o'yning gapini qilma. Uyda bo'lgan ishlarni talada ko'tarib yursang, ko'ngling arom topmaydi. Ba'zi ko'ngilsizliklarga uchrarsang, ichingda bil. Hatto menga yetib kelguchi bo'lma. Unda qilsang bir ko'ngilsizlikni cho'ngaytib, necha qilib olsan. Orqa bir qatim sovuqchilik tushib qolsa, uni ilitmoq to'limi tasga tushidi. Kichikina ishni bahona qilib, ko'rpangni ko'tarib yomonlama. Agar oshu uyni mangu tutish niyating bo'ladigan bo'lsa, xili cho'ng ishlar bo'lsa-mu yomonlama. Ikkinchi bormaslikka niyat qilgan bo'lsang, ondan yomonla.
Erinin urug' tuqqan do'st yaranlarga ham yaxshi muomalada bo'l. Ularni hurmatla. Bug'doyning bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi degandek, ularga cho'ng ishlar qilib beralmasangmi, eg'izingda bo'lsa-mu ko'nglingni izhor qil. O'zingning urug' tuqqan va do'stlaringga qandoq muomala qilgan bo'lsang, erining urug' tuqqanlarga, do'st birodarlari va mehmonlarga o'xshash pozitsiyada bo'l. Hatto tixmi yaxshi muomala qil. U albatta erining izzat hurmati, qadr-qimmatini qilganing bo'ladi. Ata-onalarga kichkina tavsiya. Sizlar o'g'linglarni o'yladinglar. Shuning bilan ikki oilani birlashtirgan va ikki oilani tuqqan qilib bog'lagan bir rishta barliq keldi. Uyinglarga boshqa uyda tug'ilib o'sgan, boshqa bir ota-ona beqib ko'zining qarchiqidek asrab, pəpilab cho'ng qilgan bir a'tvorli qiz sizlarning a'tvar o'g'linglarga ayol bo'ladigan, sevimli navranglarga ona bo'ladigan bir qiz kirdi. Kelinlik bo'lish sizlar uchunmi turmushinglardagi yangi bir burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Bir o'qimishli kishi bu holatni suratlab, biz burun challida edik, endi uy tutdik degan edi. Endi sizlar quda bojliq bo'ldinglar, jamoat orasidagi o'rninglarmi ko'tarildi. Bu sizlarga o'zinglarni qandoq tutish haqida yangi majburiyatlarni ortidi. Qudalar bek nozik, ularga boshqalar qilgan muomala munosabatini qilg'il bo'lmaydi. Payg'ambarimizmi qudasini ko'rib otdan tushib ekan. Shu qudalar aro izzat ikrom, o'zaro qadr qimmatini qilish intayin muhim. Qudalar aro ko'ngil chigilib qolsa, yangi bir oilaning baxtli bo'lishiga aks ta'sir beradi. Kelininglar sizlarnikiga kelib, sizlarni ana dada degan ekan, umi xuddi o'zinglarning qiziga o'xshash, hatto o'zinglarning qizidan muchari ko'rib, ehtiyotkorlik bilan muomala qilishga to'g'ri keladi. Kelin qizga qizinglarga tug'ilgandek tug'ilg'ili, ochiqlab xafa bo'lg'ili bo'lmaydi. Nəhayət səvərçanlıq bilan bu yeni ailəyə könüləş üçün imkaniyet yaratıb beringlar. O qız tıxı tünögün erkin, şox, g'amsiz qiz edi. Mana bugün 2 yosh bir yostiqqa bosh qo'yish bilan sizlarning oilaning bir a'zosi, yangi bir oilaning beshi bo'lib, bir oilaning yerim majburiyati ortildi. Bu yangi muhitga o'zlashib ketish uchun bir mezgil kerak. Bu jarayonda sizlar yaxshi fazilatinglar va keng qursaqliqinglar bilan o qizga mehribonliqinglarni yetkazinglar. O qiz sizlardan suyunsin. Uning ba'zi yetersizliklari sezilsa, samimiylik bilan nasihat qilib, so'z söyleşiga yordam qilinglar. Uy ishlariga pishmagan taraflar bo'lsa, buning xafa bo'lishiga arzimaydi. Sizlar ikkinchi ota-onasi sifatida ta'lim berib o'rgatinglar. Ular tixi go'dak, turmush tajribasi yo'q. Tunogin balidi, bugun ona bo'lyotidi. Hamma ishlarni sizlarning ko'ngillardagidek qila olishi natoyim. Shundaqdimi u qizga hargiz azor bermanglar. Sizlar kelininglarga azor bergan. Yo'q yerdan tutaq tepib, zarba bergan vaqtda o'g'linglarning qanchalik azoblanadiganligini, sizlarga qanday qaraydiganligini ham o'ylab qo'yinglar. Balkim sizlarning ko'nglingiz uchun sizlar tarafda turgan bo'lar, lekin haqiqiy ko'ngliga kirib baxsanglar, o'g'linglar sizlarning yo'lsizliklaringlardan norozi bo'ladi. Yana biri o'zinglarning qizini ko'z oldinglarga keltiringlar. Sizlar kelininglarga yomon ko'z bilan qarayotganda, boshqalarmi sizlarning qizinglarga yomon ko'z bilan qarsa, azroq azar bersa, o'zinglarning yuragi qanchalik ichishadiganligini ko'ngil ayninglardan o'tkazinglar. Sizlar imkon bor kelin bilan yuzlashib qilishni saqlaninglar. Ba'zi ishlar bo'lsa, o'g'linglarga aytib, nasihat qilishni topshiringlar. Hargiz mustirta kelininglarning g'aybatini qiladigan ish bo'lib qolmasin. Boshqalar hargiz yaxshi kelinni sizga olib kelib bermaydi. Aksicha, sizning o'zingizning aybini oshkorlaganligingiz bo'lib qoladi. Qo'l sunsa yangishi degandek, har ish bo'lsa uy ichida tugatgan yaxshi. Davran salgandan nima foyda? 8. O'g'illar haqida. Kelinlar haqida to'xtalgan ekanmiz, navbat kelganda yigitlar haqida to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi. Demokritning mundaq bir so'zi bor. Yaxshi kuyovg'ilga duch kelgan kishi o'g'il topadi, nachar kuyovg'ilga uchirgan odam qizidan ayrildi. Bu so'zni ta'tirga o'rsak, yaxshi kelinga erishsangiz qizliq bo'lib qolasiz. Nachar kelinga duch kelsangiz o'g'lingizdan ayrilib qolasiz. Shundaq, o'g'ilni o'ylash xuddi qizlarni turmushlik qilgan o'xshashlar, ota-onalar eng ko'ngil bo'ladigan, beshini eng qatirdigan muhim ish. Ko'p hollarda o'g'illarning xohishi bilan ota-onalarning xohishi bir yerdan chiqmaydigan ahvollar bo'lib turadi. Yigitlar o'zining qizg'inligi, hissiyoti va muhabbat kuchi bilan ota-onalar bilan qarshilashadi. Bundaq nikohning ba'zilari u yigit bilan qizga baxt elib kelsa, ba'zilarga baxtsizlik elib keladi. Nikoh jamiyatga bog'laydigan va avlod qoldiradigan ish bo'lganligi uchun ba'zi ota-onalar o'zining xohishini oldin qatorga qo'yib olib, urug' tuqqan do'st birodarlari va yurt mahalla qizlar bilan o'g'lini nikohlantirishni orzu qiladi. Shuning bilan ko'p nikoh yarim yo'lda buzilib, nurg'un ko'ngilsizliklarning yuz berishiga sabab bo'ladi. Nurg'un bolalar yetim qilib nikohning qurbonlari bo'lib ketadi. Ota-onalar bo'lsa bu yigitlarning dardini bir umr tortishga majbur bo'ladi.
Bundaq bo'lsa, bu ishda ota-onalar zori qanday pozitsiyada bo'lishi, farzandlarning nikoh masalasida qanday аңды bo'lishi lozim. Sizlar bilasizlar, nikoh g'oyib degan gap bor. Odam xuddi qachon o'lishni tanlab ola olmaganga o'xshash, hech qanday odam umrida kim bilan nikohlanib, bir umr birga o'tishni tanlab ola olmaydi. Yigitlar Qur'onga yetib qolganda turmushga aralashishi, xizmat taqsimoti va boshqa munosabatlar davomida o'z azaldan tonimaydigan va o'ylamagan qizlar bilan, qizlar bo'lsa o'g'illar bilan tanishish orqali turmush musofasini birlikda besib qoladi. Qizlarning yaxshi yomoni bo'lgan o'xshash, o'g'illarning yaxshi yomoni bor. Yaxshi qiz bilan yaxshi o'g'il sizlarning jamoatinglarda yoki sizlarning yurtinglarda bo'lib qolmay, boshqa jamoat va boshqa yurtlardami bor. Shunga ota-onalar oldi bilan nikoh masalasida hargizmi tar yurtparastlik еңірі bo'lmasligi kerak. Farzandlar kim bilan baxtli oila qurishga ko'z yetsa, ularning ko'ngliga hurmat qilish lozim. Shunday bo'lganda ular baxtli bo'la olsa, sizlardan minnatdor bo'ladi. Agar baxtsizlik uchrasa, sizlardan og'rinmaydi. Yana bir jihatdan, o'zi tanlagan turmush bo'lganlik uchun imkon bor yaxshi o'tib ketishga erishadi. Mubodo farzandlar muhabbatdan emas, arzu qo'g'ilishib, hissiyotning kayni kirib, faqat chiroy go'zalligiga maftun bo'libla to'y qilmoqchi bo'lsa, samimiy nasihat qilish kerak. Bu vaqtda qadimdan kelayotgan mundaq bir qancha tavsiyalar bor. Birinchi, farzandingizga hargiz puldor, amaldorlarning qizini soya qilmang. Bu bir xil tamaxurlik bo'lib qoladi. O'g'lingizmi, o'zingizmi eslab qolasiz. Quda taraf o'ziga tamanno qo'yib qolsa, sizlarning g'ururingizga tegadi. O'g'linglarning dili ranjiydi. Natijada nikoh buzilishga yuzlandi. Biroq haqiqiy odamgarchiligi borlarga ishonsanglar bo'ladi. Ikkinchi, hargizmi chiroy qo'lishib to'ylashmanglar. Balki fazilatni birinchi o'rin qo'yinglar. Fazilat bo'lsa hamma tepiladi. Fazilatsiz bo'lsa hamma nimadan mahrum bo'ladi. Shunga Uyg'urlarda chiroyiga choy qo'yib ichkili bo'lmaydi degan gap bor. Mubodo o'zi go'zal, fazilatimi go'zal bo'lsa, uyinglarga baxt elib keladi. Agar fazilatsiz bo'lsa, ofat elib keladi. Uchinchi, Navrining navriga chatadigan nodonlikqa hargiz yo'l qo'ymanglar. Turmushda mush ishga diqqat qilmay, nurg'un bolalar har qismi tug'ilib, ota-onaga umrlik kulfat elib kelyotdi. Bu har bir oila boshliqning qat'iy amal qilishga tegishli muhim ishi bo'lib qoldi. Sizlar ilm hurmat qilinglar. 4. Quda bo'lg'uchi kishining tegi-tekini obdan surishtirish kerak. Agar ularning odamgarchiligi yo'q, eski o'ktam oila bo'ladigan bo'lsa, sizlarning har qancha tirishchilik qilganinglar bilan oxiri qizini non yegizmaydi. Urush jidaldan qutula olmaysizlar. Qadimki kitoblarda qayd qilingan mundaq bir qancha savoqni saminglarga silib qo'yay. Sizlarmi farzandlarni ogohlantirib turinglar. 5 xil xotin uchun g'am yemak ravo, debdi ko'ndilar. Birinchi, nasabi ulug', o'zi sohibjamol va pok bo'lgan xotinlar. Ikkinchi, o'zi dona, yig'ir bisiq, aqidalik va ko'ngillik bo'lgan xotinlar. Uchinchi, hamisha tarafdorlik, vafodorlik qiladigan, nasiyatgo'y, shafqatli xotinlar. To'rtinchi, yuzi qutlug', so'zi muborak va oyga yarashadigan xotinlar. 5. O'ziga xoyi ziyon yetsin, xoyi foyda kelsin, uning bilan kar bo'lmay, qanday yo'l bilan bo'lsin, eriga foyda tepishni ko'zlaydigan xotinlar. Mana bular mangulikdir. Sizlar o'g'linglarni eng yaxshi tushunasizlar. Kelin qizinglar yuqorqidek muborak baxt bilan uyinglarga kirgandan keyin u o'zining fazilati bilan o'g'linglarning ba'zi adab axloqqa yot va ichimlikka, chekimlikka berilish odatlarini cheklamak bo'lib, tirishchilik qilmoq bo'lsa, sizlar kelin qizni qo'llab-quvvatlashinglar. O'g'ilni bo'lsa adablab, yaxshi moslashishinglar kerak. Hargizmi erlarning ishiga aralashmang degandek so'q gaplar bilan kelin qizning yaxshi ko'ngliga so'q suv sepmanglar. Mubodo o'g'linglar bir mazgil uy tutgandan keyin amaliy o'sish, pul tepish yoki sirtqa bo'rilishdek sabablar bilan nikohni buzmoq bo'lsa, qat'iy tirishchilik qilib, oilani saqlab qolishga tirishinglar. Bu sizlar uchunmi, farzandinglar uchunmi yaxshi. Bu ishda o'g'linglarning rayiga berib, yaxshi kelinlarni qo'ldan chiqarib qo'ysanglar, yana bir alvasidan uvalini tartib qolasizlar. Shunga o'g'ilga har bir masalaga duch kelganda zarur nasihatlarni berib turishinglar, sizlarning ota-onalik burchinglar. Nasihatin namuna. Balam, Qur'onga yetding. Turmush ishini sovuqqonlik bilan o'ylashing to'g'ri keladi. Muhabbat deganni o'rgatkili bo'ladigan narsa emas. Nikohdan burun ko'zingni obdan ichib qarmasang, to'ydan keyin ko'zingni ichib petin olmaysan. Samiga silib qo'yayki, bir qizga uning qaddi-qomatining kelishganligiga qarabla o'ylanish, xuddi bozordan zaruriyatsiz bo'lsa-mu ko'ziga yaxshi ko'ringanlik uchunla setib olgan narsaga o'xshaydi. Nikohdan keyin farzandlarga uy tutishni, xotinini tutishni, o'zini tutishni, oilasiga ko'yinishni o'rgatish kerak. Balam, endi sen bir ailening egisi bo'lding. Balaliq, sayoqliqing tugidi. Endi sen erlik xislatingni joriy qildirib, bir ailening yukini ko'tarishga bel bog'lashing kerak.
Ayolingga haqiqiy kuyün, yo'q ishlarni tutilib uning azor berma. Ayolingning ko'nglini ayashni bil. O'zingni ham aya, o'zingni tutishni bil. Erdigan xotin nima desa ha davirgan yumshoq bosh bo'lib qolsa bo'lmaydi. To'g'ri bo'lsa qabul qil. Agar munosib bo'lmagan gap so'zlar bo'lsa, darhol nasihat qil. Er-xotinchilikda o'zaro bir-biriga ega bo'lmasa bo'lmaydi. Muhim ishlarda qattiq talab qo'y. Odatdagi ishlarga eslab olmay ko'rmasga sol. Uy ishlariga ko'p aralashib olma. Kiyim-kechak va puldan qisma. Ayolingga har qancha ish yarsangmi, uyda uzun vaqt yolg'iz tashlab qo'yma. Yolg'iz safarga chiqarma. O'zing birga bo'lmagan o'ltirish qopishga barg'izma. Oilangda iqtisodiy o'rtoqlik bo'lsin. Iqtisodiy birlik bo'lmagan oila ishonchlik oila emas. Sen har qancha cho'nqur ishonch hosil qilgan bo'lsangmi, deyishga bo'lmaydigan sirlaringni ayolingga aytmagan. Bu qadimkilarning qilgan tajriba savoq. Balam, ko'nlarda ko'ch sevgisi uyni barbod qilar, uyingni xotin mehri avod qilar degan gap bor. Hergiz ko'ngilning kayni kirmagin. Ko'ngilning kayni kirmang, ko'ngil har yonga boshlaydi. Samarqand olmasidek opirib cho'llarga tashlaydi. Xotiningga qanday talab qo'ysang, o'zingga shunday talab qo'ygan. Hergiz vijdoningni qo'lingdan berib qo'ymagaysan.